Sharqiy Turkistonning jug'rafiyalik o'rni, oblast, viloyat va shaharlari. Tug'luq Abdurazaq. Sharqiy Turkiston yer ko'lami jami 1.800.000 kvadrat kilometr keladigan. Uyg'urlarning nüfusi 16 milliondan 35 million atrofida bo'lgan. Osiyoning dal o'ttirig'i joylashgan. 7 davlatga chegaradosh bo'lgan. 5000 yillik tarixga ega. Tabiiy boyligi nihoyatda mo'l. Tabiati intayin go'zal. Bir zamin. Sharq Turkiston 1949 yildan boshlab Xitoy kommunist mustamlikida bo'layotgan bir davlat. Sharq Turkistondagi ko'llar: Bag'rosh ko'li, Aminor ko'li, Sayram ko'li, Oyoqqum ko'li, Ochiq ko'li, Ulung'ur ko'li, Oydin ko'li. Sharq Turkistondagi daryolar: Tarim daryosi, Yakan daryosi, Ili daryosi, Xotan daryosi, Kungchi daryosi, Keriya daryosi, Irtish daryosi, Qorashahar daryosi. Sharq Turkistondagi o'ymonliq va cho'llar: Tarim o'ymonligi, Turpan o'ymonligi, Jung'ar o'ymonligi, Taklimakon qumliq, Qurbon To'ng'ut qumliqi, Qumtog' qumliqi, Lopnor cho'li. Sharq Turkistondagi tog'lar: Altay tog'lari, Tangri tog'lari, Pamir tog'lari, Kunlun tog'lari, Oltin tog'lari. Sharqiy Turkistonda jami 10 viloyat yoki oblast, 4 bevosita boshqariladigan shahar, 10 yangi qurilgan shaharlar bor. Ular tuandikicha. Shaharlar: Urumchi shahri, Qarmay shahri, Turpan shahri, Qumul shahri. Oblast va viloyatlar tuandikicha. Sanji Tungan Abdunum Oblast, Börtala Mo'ng'ul Abdunum Oblast, Baying'o'lin Mo'ng'ul Abdunum Oblast, Aqsu viloyati, Qizilsuv Qirg'iz Abdunum Oblast, Qashqar viloyati, Xotan viloyati, Ili Qozoq Abdunum Oblast, Cho'chak viloyati, Altay viloyati, Shixanzi shahri, Vujachu shahri, Tumshuq shahri, Oral shahri, Baytun shahri, Teminguan shahri, Shonghe shahri, Ko'kdala shahri, Kunyu shahri. Bularni ayrim holda bir tanishtirib chiqay. Aqsu viloyati, Aqsu shahri, Unsu noyasi, Kuchar noyasi, Shoyar noyasi, To'qsu noyasi, Bay noyasi, Uchturpan noyasi, Avat noyasi, Kalpin noyasi. Qumul viloyati, Ivirg'ul rayoni, Qoraturk noyasi, Barko'l Qozoq Abdunum noyasi, Börtala Mo'ng'ul Abdunum Oblast, Börtala shahri, Alatov eg'zi, Jin noyasi, Orshang noyasi, Qizilsuv Qirg'iz Abdunum Oblast, Atush shahri, Aqto noyasi, Aqchi noyasi, Ulug'chat noyasi. Xotan viloyati, Xotan shahri, Xotan noyasi, Qarqash noyasi, Guma noyasi, Lop noyasi, Chira noyasi, Keriya noyasi, Niya noyasi. Ili Qozoq Abdunum Oblast,
G'ulji shahri, Kuytun shahri, Qo'rg'as shahri, G'ulji noyasi, Chapkal Shiva avtonom noyasi, Qo'rg'as noyasi, To'qqiztara noyasi, Knas noyasi, Mo'ng'ulkura noyasi, Tekas noyasi, Nilqi noyasi, Altay viloyati, Tarbagatay viloyati, Ko'chak viloyati, Ko'chak shahri, Vusu shahri, Dulbirjin noyasi, Saven noyasi, To'li noyasi, Chag'anto'qay noyasi, Qubsar Mo'ng'ul avtonom noyasi, Altay viloyati, Altay shahri, Burchin noyasi, Ko'kto'qay noyasi, Burulto'qay noyasi, Qaba noyasi, Chingil noyasi, Jimnay noyasi, Qashqar viloyati, Qashqar shahri, Qo'nishahar noyasi, Yengishahar noyasi, Yengisar noyasi, Qo'skam noyasi, Yakan noyasi, Qag'liq noyasi, Makit noyasi, Yupurg noyasi, Feyzvat noyasi, Maralvish noyasi, Toshqurg'on Tojik avtonom noyasi, Baying'ulung Mo'ng'ul avtonom oblasti, Ko'rla shahri, Bugur noyasi, Lopnur noyasi, Chaqliq noyasi, Charchan noyasi, Xijing noyasi, Xushut noyasi, Bag'rash noyasi, Yanji Tungan avtonom noyasi, Sanji Tungan avtonom oblasti, Sanji shahri, Fukang shahri, Qutubi noyasi, Manas noyasi, Guchung noyasi, Jimsar noyasi, Muri Qozoq avtonom noyasi, Turpan viloyati, Qarg'uj rayoni, Pichan noyasi, To'qsun noyasi, Uyg'ur avtonom rayonluq partkomning sekretarlari 1949-yildan 1952-yilgacha Wang Jun, 1952dan 1967-yilgacha Wang Enmao, 1970-yildan 1972-yilgacha Nung Shujing, 1972dan 1978-yilgacha Seyfiddin Azizi, 1978dan 1981-yilgacha Wang Feng, 1981-yildan 1985-yilgacha Wang Enmao, 1985-yildan 1994-yilgacha Sun Han Liang, 1994-yildan 2010-yilgacha Wang Lequan, 2010-yildan 2016-yilgacha Zhang Chunshan, 2016-yildan hozirgacha Qin Chuanguo. Uyg'ur avtonom rayonining raislari 1949-yildan 1955-yilgacha Burhan Shahidi, 1955-yildan 1967-yilgacha Seyfiddin Azizi, 1968-yildan 1972-yilgacha Lung Shujin, 1972-yildan 1978-yilgacha Seyfiddin Azizi, 1978dan 1979-yilgacha Wang Feng, 1979-yildan 1985-yilgacha Ismoil Ahmad, 1985dan 1993gacha Temur Davomat, 1993dan 2003-yilgacha Abdulat Abdurshid, 2003-yildan 2007-yilgacha Ismoil Tilvaldi, 2007dan 2015-yilgacha Nurbakri, 2015-yildan hozirgacha Shuhrat Zokir.
Şərq Türkistan'ı baş qoğan hükümranlar. 1912 yıldan 1928 yılgacha Yang Zhengxin, 1928 yıldan 1933 yılgacha Jing Shuren, 1933 yılı Liu Wenlong, 1933 yıldan 1934 yılgacha Zhu Rongqi, 1934 yıldan 1940 yılgacha Li Rong, 1940 yıldan 1944 yılgacha Sheng Shisai, 1944 yıldan 1946 yılgacha Wu Zhongxin, 1946 yıldan 1947 yılgacha Yang Zhizhong, 1947 yıldan 1949 yılgacha Mahsud Sabir, 1949 yılı Burhan Şahidi. Mavu Şərq Türkistan'ınki coğrafiyilik orni. Abay dep ötkendek Şərq Türkistan O'rta Asiyanınki o'ttirga joylashgan. Janub tarafdan Hindiston, Afg'oniston, Pokiston, sharq tarafdan Xitoy, shimol tarafdan Mongoliya, Rossiya, g'arb tarafdan Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonlar chegaradosh. Mavu Sunni Emradın tatqan rasm, mana Sharq Turkistonninki coğrafiyilik o'rni nihoyat aniq ko'rinib turibdi bu yerda. Mana yerdagi oqish turgan yer shu Harim o'ymonligi, bu yerda yana bir oqish turgan yer bu Jungar o'ymonligi. Mana bu sal qariroq kelganlar bu Tangri tog'lar oldu. Ma taraf ma Kunlun tog'lari. Shu buningdan aniq ko'rib oldi Sharq Turkistonning coğrafiy o'rni qayerda ekan. Bugungi leksiyam müşagiç bo'lsin. Anglığınızga rahmet.